Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana sizlar bilan shaharli dehqon. Xo'p, akalar, bugungi videomiz pomidorlarimizni chopiq qilish jarayonlari. Xudo xolisa obunachilar, bir sizlarga ko'rsatib beray degan maqsadda video qilyapman. Mehnatimizga bir donadan like bosib qo'yasizlar. Xo'p, ko'rib turganingizda shunaqangi holatga keltirib qo'ydik mana chopiqlar qilib. Qanday bu chopiladi deganlarga obunachilar mana ko'rishingiz mumkin. Yana bir gap, kapinisa bor edi-yu deganlarga obunachilar, kapinisani shunday qilib mana osongina simga osib qo'yganmiz. Haligi nima deydi? Ketmon chopsa ham chopilib qolmaydigan qilib, xotirjam chopadigan qilib qo'ydik. Ko'rishingiz mumkin. Chopilish jarayonlarini ham, keyin motoblok qilish jarayonlarini ham bir qator olib beraman obunachilar. Obunachilar, xudo xolisa tugatib oldik chopiqlarimizni ham. Bir tarafimizni, ya'ni yana bir tarafimiz bor. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin. Nima deydi? Yerni haydamabsizlar-ku deganlarga obunachilar, shunaqangi marta kultivatorimizda haydab chiqyapmiz. Ammo obunachilar, yer asal bo'lib qoldi, asal bo'lib. Ko'rishingiz mumkin. Nima deydi? Xitoyda yeri ham sharmandada bu yerdan obunachilar. Shunaqangi mayan qilib tashadi. Ko'rishingiz mumkin mana. Shunaqangi mayan qilib tashagan obunachilar yerda. Obunachilar, shunaqa ishlar mana qanday holatga keltirganimiz o'zingizlar ham bir ko'rdinglar. Xudo xolasa endi hozir nima deydi? Yana bir chopilayotgan jarayonni ham olib beraman obunachilar. Xo'p, xudo xolasa bir donadan like, komment bosib qo'yasizlar obunachilar. Sizlardan paddashga kutaman.